O'rtoq qalaysan? Yaxshi rahmat. Tinchlikmi o'rtoq? Qarzingni qachon berasan? O'zi boya oldim-ku. Boya olding, endi shuni berish kerak, to'g'rimi? Alo. Nima qilyapsan? Ovqatlanmanmi? Tomog'ingdan ovqat o'tyaptimi? Beraman dedim, men senga beraman. Bermayam ko'rchi. Interneting ishlayaptimi? Da, ishlayapti. Telegramga kirgan video tashlayman senga. Hop. Allohning huzuriga yelkamizni pok tutib boraylik. Qarzdor bo'lmagan holatda. Azam, beraman deyman o'sha qarzimni. Qanaqa pul ishlayapsan? Bojalar boyvachcha degan. Puling ko'payib qoldimi? O'zi arzimaga 50 ming so'm bergan bo'lsang, shuni ham so'rasanmi endi? Arzimaga 50 ming so'mni bera olmayapsan o'zing. Boshingda qolsin, tushundingmi bergan puling? Sendan qarz so'ragan bor-ku, tilim uzilib tushsin, tushundingmi? Voy, endi qo'l bilan berib oyoq bilan olar ekanman-da. Boshqa qanaqa olmoqchisan? Senga ham qarz bergan qo'llarim uzilib tushsin, tushundingmi? Mash videoni bor-ku, qarz berib so'raydigan o'g'inlarimni jo'natib qo'yaman. Mana bor-ku, qarz olib bera olmaydigan bolalarga tashab qo'yaman, tushundingmi? Itik chortu. Shoulder job bu. Bamboleo, bamboleo.